Mən Sumbat Saydulayeva. Baysitiye Sevgi İsmail Tayyar Mektubu'nun 9. sınıf okutucusu olarak. Mana bugün günlerde barlık ailelerden öyde hayat geçiriyotganda öyde жүріп anamның yoqdan bəkini bilinməkdir. Rast, tayançı atam, mehriban şikədən, tağdək öğrencimiz mamam var. Bırak anamdan onu biləkçi. Arada anam ikimiz öyde yalqız qaldı. Anam bana ötken günleri doğruluq eğitip berişqe başladı. Mən anamның ötken günleri şundaq qızqış bilen tığışattım ki, vaqtның qandaq ötkenligini bilmey qalatdım. Anam bolsa, mektepni altın medal bitirген. Kichigidin bilimga xushtar bo'lib, ximiya va biologiya fanlaridan qo'shimcha o'qib, meditsina institutida o'qishni armandi. Armanag'im edi. Biroq anamning bu qo'shig'ini saqsiz. Kunlarning birida anajonimdan "Apa, sizning armaningiz nima?" deb so'radi. Apam bizga qarab, "Allah kulimsirab, sizlarni qatab qo'shish, xalqimizga yaramli qizlardan qilib tarbiyalash. Mana mening ancha Men shu chog'da qishimda g'amlaydigan anamning borlig'ini o'ylab, dunyodagi eng baxtli inson his qilgan edim. Kunlarning birida anam meni qishiq o'targ'izib, "Qizim, men bu dunyoga ketsam sizdan g'am qilmayman. Yaxshi o'qing, hadlaringizda qizlardan bo'ling" deb aql etdi. Men shu chog'da apamni qattiq quchoqlab, "Apa, siz saqayib ketsiz, mening uchun saqayib ketsiz" degan edim. Apam bo'lsa, issiq qalqini bilan ko'zimdagi taram-taram yoshlarni surtgan edi. Man qarab iliq kulimsiragan edi. Shu kulkisining aqsiga g'amguzar anam qanchalik qayg'u hasratni yoshirdi desingizchi. Bizning baxtimiz uchun bu hayotda anam kulib yashadi emasmi? Kunlar o'tdi. Anamning salomatligi barabar nacharlashdi. Kecha-kunduz Allohdan anamning saqayib ketishini so'rdim. Kunlar o'tdi. Noyabr oyining 27-kunida o'rnimdan odatdagidek qopib maktabga bordim. Anam bu qatim meni uydan bo'lakcha ustib chiqdi. "Bo'pti, yaxshi o'qing" degan so'zlarni bo'lakcha aytgandek sezildi. Biroq bog'liqda anam men bilan xo'shlashayotgan tuymayaptiman. Bilmay qaptiman. Shu kun axshimdan anam ko'z oldimda jon uzdi. Mana shu paytdan e'tiboran qanatim qayrildi. Ko'zimdan aqqan taram-taram yoshlarim anamni mangulik uyqusidan uyg'ota olmadi. Balkim birlar uchun baxт boyashachilikda yashash bo'lishi mumkin. Lekin mening hayotimdagi eng cho'ng baxт anamning qishida o'tkazgan kunlarim. Apa, men siz armalaganday qiz bo'laman, yaxshi o'qiyman demoqchi. Do'stlarim, shu sababdanmi avvalimiz qishida o'tkazgan har bir minutimizni qadrlaydigan